Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 17-iyun 26-yil ikkita 90 ga biri 90lik tayyori matraslarimiz tayyor bo'ldi. Bular ishlatilgan ko'rpachalarimiz, paxtalari ham tozalangan holatda kelgan. Ana shu yostiq chexollaridan juda ham ko'pligi uchun apamizni mana qolgan paxtalarini 7 ta yostiq qildim. Bularni matosini o'zlari keltirganlar hammasini. Bularni hammasini chexollarini uylarida kiyitib qo'yadilar. Bularni ham chexollari uylarida bor. Mana qayta ishlangan paxtamiz, qayta yuvib tayyor qilingan ko'rpachalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Ichki matraslari bular. Mana qaboqlari, paxtasi qalin solingan. Kimga shunaqa ishlatilgan ko'rpachalarini ham tikib tayyor qilib, ustiga yangi chexollar qildirish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib hammasini manzillaringizga yetkazaman.